Narxi davlat sirimi? Nega narxlarni aytmaysizlar? Yo'q, narxlar davlat siri emas. Bugun shu videoda narxlari bilan aytamiz. Tadbirkor akalarimizga ajoyib yangilik. Namangan shahar markazidan kattaroq turdagi omborxona sklad uchun joy so'rayotganlarga Promzona qurilish bozorida hajmi har biri 290 kvadratdan bo'lgan ikkita yonma-yon holatdagi 600 kvadratlik mana bu bokslarimizni ijaraga beramiz. Narxini ham aytamiz. Narxi har bir kvadrati 40 ming so'mdan. Bunaqangi narx, aniq aytaman, Namangan shahrida yo'q. Boksni holatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'rayotganingizdek bokslarimiz yon qismlari, ust qismlari yopilgan holatda, har bitta boksimizga elektr chiroqlari tushirilgan. Bemalol kechasi ham, kunduzi ham ish faoliyatini olib borishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, ikkita yonma-yon holatda 290 kvadratdan umumiy 600 kvadratlik shu yerdagi joyimizni ijaraga beramiz. Yo'q, menga yana ham kattaroq joy kerak deyotgan akalarimizga ham buni yechimini qilib qo'yganmiz. Yana shunday holatdagi umumiy 440 kvadratlik bokslarimiz ham bor. Bu boksimizdan atiga 40-50 metr uzoqlikdagi 4 ta yonma-yon holatdagi 440 kvadratlik boksimizni ham ijaraga beramiz. Murojaat uchun telefon raqamlarini aytib o'taman. 97 kodi bilan 212 3000, 90 kodi bilan 599 99 33. Ha, aytgancha, agar siz bu bokslarimizni ijaraga olsangiz, bepul qo'riqlash xizmati va kamera nazoratini ham qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Manzil Namangan shahar, Kosonsoy ko'cha, 27-uy, Promzona qurilish bozori.